Ushbu davlat raqam belgisi nega qo'limda ekanligi barcha uchun qiziq bo'lsa kerak. Bu haqda batafsil olasan. Ko'rdingmi? Ko'rding? Ana, transport nomeri. Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 avtomobil yo'lining Buxoro viloyati Romitan tumani hududidan o'tuvchi 325-kilometrda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 10133 BSA davlat raqam belgili yuk avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda ushbu avtomashina haydovchisi aslida 25F689SA davlat raqam belgisi ustiga ushbu davlat raqam belgisini qo'lbola usulda yasab yopishtirib yurganligi aniqlangan. Mazkur holat tegishli tartibda rasmiylashtirildi va holat yuzasidan hozirgi kunda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan tartib qoidalariga doimo rioya qilib yurishlarini so'rab qolamiz. O'zingiz va atrofdagilarning salomatligini asrang. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Nomerimni yo'qotib qo'yganligim sababli shuni vaqtinchalik qo'yib turay deb. Buni o'zingiz yasadingiz-a? Ha, o'zim yasaganman. Kelajakda boshqa birovga tavsiya qilmayman. Qayta takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman.